Yana bir bor hammangizga assalomu alaykum, qadrli aziz yurtdoshlar, indushkalar, ko'p tursan indushkalar, hali hech qaysi kasal bo'lmagan, bechara oydi, hammasi cho'tki. Endi uydagilar akam aytishi bo'yicha, agar endi uydagilari satchak bahasi, ya'ni ko'nglindagi bahasi erkaklari 100 ming deb turibdilar. 70 dan 100 ming so'mgacha deb turibdilar. Urg'ochilari 50 mingdan 70 mingga deyin deb turibdilar-da. Kelishiladigan yeri bor, kasal bo'lmagan, becharalari oydi, yem beriladi, ushoq beriladi, ushoq bilan kapak bilan katta bo'lgan o'rdaklar, adashmasam 2 oylik. Aziz yurtdoshlar, hammangizga rahmat. Bir kunga bormayin, ya'ni bir kundan o'tmayin. Mingdan oshiq odam ko'ribdi, layklarni bosibdi, kommentariyani yozibdilar. Agar astodil shu indushkalarni sotib olaman deydigan aziz yurtdoshlar bo'lsa, bemalol Xorazm viloyati Bog'ot tumanida, mana shu Bog'ot tumanida yashab o'taman. Bular hammasi meni oila a'zolarim, indushkalari. Xorazm viloyati Bog'ot tumani Dehqonbozor qishlog'i, Bog'iston mahallasi. Suv ichishlari, yeyishlari cho'tki. 45 dona endi sizlarga endi sal bir yaxshi ko'rinmasligi mumkin. Endi sizlarga hozir mana shuni katta setkada turadi. Endi sizlarga tuxumini bosib yotgan, hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana yoldirib bering do'stlar. Tuxum bosib yotgan ona indushkalarni ko'rsataman sizlarga. Haqqoniy bo'lishi uchun indushka bosib yotibdi. Xudo xolasa inshaalloh, alhamdulillah toza palapan chiqadi. Sizlarga hozir turg'izib ko'rsatishga harakat etaman. Agar shu ko'rdingizlarmi aziz do'stlar, bosib yotibdi. Xudo xolasa inshaalloh, alhamdulillah 3-4 kungami, 5-6 kunga chiqadi. Ana uydan birisi bosib yotibdi. Qani yotava jonivor. Bu yog'inda yo'q ekan. Boya ko'rsatib o'tgan indushkalar kelishiladigan yeri bor. Xudo xolasa yeydigan vaqtlarimiz shu vaj bilan boqiladi. Ehtimoli yaxshi, bechari yaxshi, ko'z tegmasin. Bilan baylab. Bayladingmi buni? Baylabsan. Shu indushkalar hammasi tuxumdan chiqqan cho'tki ajoyibgina bechara oydi. Nima deysizlar? Yo'qsa kelib ko'rib olsangiz bo'ladi. Manzil Xorazm viloyati Bog'ot tumani Dehqonbozor qishlog'i, Bog'iston mahallasi. Ya'ni Osyob ko'chasi deyiladi. Osyob ko'chasi. Kirub Sidaljon. Do'stlar. Har doimgidek yana bir bor xayrdaman. Ko'rishguncha kunduz damin, kechani kech damin, issidamin, sovuq damin. Xudo xolasa inshaalloh, alhamdulillah. Shunday bir-biridan ajoyib, bir-biridan qiziqarli, ya'ni sizlarga foydasi tegadigan video chiqarishda davom etaman. Meni kuzatishda davom etinglar. Podpiska bosinglar, layklarni yozib qoldiringlar. Xullas, kelaveringlar. Ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.